Bismillahirrahmanirrahim. Allah senga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Ha dadasi, bugun kayfiyatingiz har kungidan a'lomi? Ha, bugun hafta kunining eng ulug' juma ayyom kunidir. Bugun g'usl qilib, toza kiyinib, xushbo'ylanib Allohning baytiga eng birinchi borgan insonga Allohning eng katta ajr mukofoti bor. O'shanga Alloh shunday kunga yetkazganiga shukronalar aytib xursand bo'lyapman-da. Mashalloh, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Senga ham muborak bo'lsin. Keling, unda oyog'ingizga ham sepib qo'yay. Yangi kiyim kiydirding-ku. Mayli, siz ham ortingizdan kimdir sajda qiladi-ku axir. Mana. Bugün cuma bayram günü, meleklere seyran günü, can